mana shu bizni rezultatimizga qaramay shunaqa kutib olgan muxlislarimiz va yurtboshimiz ko'p bor maqtaganini biz uchun o'sha Osiyo chempionatidan oldin avans deb qabul qilamiz va yaxshiroq natija ko'rsatib xursand qilishga harakat qilamiz. Biz uchun katta tajriba bo'ldi. Xudo xolasa kelajak uchun juda foydali, o'zimiz uchun tushunib oldik qanaqa darajaga chiqishimiz kerakligini. Milyonlab umrida futbol ko'rmagan odamlarni yarim kechada ham, tong saharda ham o'tirib futbol ko'rishga majbur qildinglar. Biz bu bir haqiqatni unutmasligimiz kerak. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida birinchi marotaba dunyoning eng yuksak futbol sahnasiga chiqdi. Prezidentimiz aytdilar, albatta futbolda g'alaba ham, mag'lubiyat ham bo'ladi. Ammo eng muhimi maydonda vatan uchun oxirigacha kurashish, jamoaviylik, iroda va milliy g'ururni namoyon etishdir. Sizlar ana shu fazilatlarni ko'rsatdingizlar. Nima deydi, natija bo'lmagandan keyin hamma aybdor qidiradi. Bu yerda faqat murabbiyning aybi emas, albatta hamma futbolchilarda ham aybi qayerdadir, ko'rsatmalarni to'g'ri bajarmaganmiz, o'shaning evaziga ham shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. Bu butun nima deydi, mag'lubiyat bo'lsa butun jamoani mag'lubiyati bo'ladi, g'alaba bo'lsa butun jamoaniki bo'ladi. Hech qanaqa unaqa nima deydi, individual tarzda kimnidir ayblab bo'lmaydi bu yerda. O'shaning uchun biz har doim bitta jamoa bo'lib, kuchimiz ham bitta jamoadagida, o'shaning uchun kimnidir ayplash noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ko'ryapmiz, kayfiyatingiz yo'q, lekin sizda golingiz guruh bosqichidagi eng chiroyli gol deb topildi. Bu individual qanaqadir yutuq, lekin u tatimagandek. O'zingiz qanaqa baholaysiz? Endi bu narsani ko'proq albatta muxlislarga rahmat aytish kerak, chunki ko'pchilik ovoz berdi deb eshitdim. O'shaning uchun albatta gol urganimdan xursandman, lekin shu gol g'alaba keltirmagandan bu qiymat ancha tushib ketadi. Shunga qaramay baribir bu juda yoqimli xotira men uchun shaxsan, chunki jahon chempionatida birinchi gol kiritish har doim hamma uchun orzu va yoqimli holat deb o'ylayman. Bor qo'ydinglar. Biz birgamiz, kuchlimiz. Никуда не денемся, только вперед, ребят. Хорошего отдыха. Вот видите, какой солнце вас стоит.